O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 28-iyun kunidagi 4375 sonli o'smirlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari va davlat xizmati uchun kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq Milliy gvardiya, Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar, Favqulodda vaziyatlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati tarkibida prinsipial yangi Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseylari tashkil etildi. Milliy gvardiya Toshkent Temurbeklar maktabida o'qish davomiyligi 2 yil bo'lib, har biriga yillik qabul kvotasi 150 kishini tashkil etadi. Temurbeklar maktabi o'quvchilarini saralash tartibi. Temurbeklar maktabiga joriy yilda umumta'lim va ixtisoslashtirilgan maktab internatining 9-sinfini tamomlaganlik to'g'risidagi shahodatnomaga ega, sog'lig'ining holatiga ko'ra o'qishga yaroqli deb topilgan hamda haqqoniy va shaffoflik tamoyillariga asoslangan saralash tanlovidan muvaffaqiyatli o'tgan o'g'il bolalar o'qishga qabul qilinadi. Shuningdek, alohida ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 28-iyundagi PQ 4375 sonli va 2023-yil 30-oktyabrdagi PQ 349 sonli qarorlariga muvofiq 2024-2025 o'quv yilidan boshlab Milliy gvardiya Toshkent Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseyiga qizlar ham o'qishga qabul qilinishi yo'lga qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Toshkent Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseyiga nomzodlarni o'qishga qabul qilish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi. Dastlabki tanlash, harbiy kasbiy tanlov va test sinovlari. Eslatib o'tamiz, Milliy gvardiya Toshkent Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseyiga nomzodlarni qabul qilishda ularning bo'yi 175 cm va undan yuqori bo'lishi belgilangan. Dastlabki saralab olish bosqichida quyidagi tadbirlar o'tkaziladi. Ushbu jarayonda nomzodlarning yashash joyi bo'yicha mudofaa ishlari boshqarmalari tomonidan amalga oshiriladi. Nomzodlarni yakuniy tibbiy tekshiruvdan o'tkazish, nomzodning savodxonlik darajasi, ya'ni orfografiya va punktuatsiyasini baholash, nomzodlarning psixofiziologik xususiyatlarini o'rganish, nomzodlarning jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash, nomzod bilan yakka tartibda yakuniy suhbat o'tkazish. Test sinovlariga ruxsat etilgan nomzodlarga Mudofaa ishlari boshqarmalari tomonidan ma'lumotnoma beriladi. Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseyining 2024-2025 o'quv yilidan ta'lim yo'nalishlari quyidagicha taqsimlangan. Aniq fanlar yo'nalishi matematika va fizika fanlari chuqurlashtirilgan holatda o'qitiladi. Ikkinchi aniq fanlar yo'nalishi matematika va xorijiy til chuqurlashtirilgan holatda o'rgatiladi. Ijtimoiy gumanitar yo'nalish huquqshunoslik va xorijiy til chuqurlashtirilgan holatda o'qitiladi. Temurbeklar maktabini tamomlagandan keyin bitiruvchilarga belgilangan namunadagi diplom va ko'krak nishonlari beriladi. Temurbeklar maktabi bitiruvchilariga O'zbekiston Respublikasi oliy harbiy va harbiylashtirilgan ta'lim muassasalariga o'qishga kirishda yakka tartibdagi yakuniy suhbat yoki O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan o'tkazilgan test sinovlarida o'zlari to'plagan ballarning 30% miqdorida Respublikaning boshqa davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishda esa o'zlarining to'plagan ballarining 15% miqdoridagi qo'shimcha ballar ko'rinishida imtiyoz beriladi. Temurbeklar maktabini imtiyozli diplom bilan tugatgan bitiruvchilarga tarkibida Temurbeklar maktabi bo'lgan vazirlik va idoralarning tegishliligi bo'yicha oliy harbiy yoki ixtisoslashtirilgan bilim yurtlariga test sinovlarisiz harbiy kasbiy saralash tadbirlarini muvaffaqiyatli o'tish natijalari bo'yicha kirish huquqi beriladi. Batafsil ma'lumotlarni quyida ko'rsatilgan telefon raqamlari va ijtimoiy tarmoqlar orqali bilib olishingiz mumkin.